Yaqin Sharq va Fors kurfazidagi urush sabab siz va biz qadriga yetmayotgan bir omil bor. Avvaliga mana shu videoni bir ko'ring-da. Обращаемся к Министерству иностранных дел Российской Федерации, Росавиации и российским компаниям. Мы граждане России. Сегодня здесь находится примерно 500-600 российских туристов, которые уже несколько дней ждут возможность улететь. Доступных рейсов практически нет. При этом стоимость билетов на редкие оставшиеся рейсы вырастает до 1 миллиона рублей. Мы понимаем, что российские авиакомпании просто начали наживаться на этой ситуации. Чем российские туристы хуже остальных? Мы также хотим домой вернуться на родину. Bunaqangi video murojaatlar juda ham ko'p Qatardan, Emiratdan, boshqa mamlakatlardan. Ana endi esa bizni o'zbeklarni ko'ring. Yaqin Sharqda qolib ketgan hamyurtlarimiz vatanga qaytarilmoqda. Prezident topshirig'i bilan maxsus reyslar tashkil etildi. Dubayda qolib ketgan sportchilar Dubay-Toshkent reysi bilan O'zbekistonga olib kelindi. Elchixona xodimlari mamlakatimiz fuqarolarini Turkmaniston-Eron chegarasi Sirax shahrida kutib olmoqda. Videolarda ko'rganingizdek, afsuski juda ham ko'plab mamlakatlar fuqarolari o'z hukumatidan yalinib yordam so'rashyapti. Ularning aviakompaniyalari esa momentdan foydalanib qolib bitta qaytish bilet narxini 10 ming, 20 ming dollarlarga ko'tarib yuborgan bir paytda butun O'zbekiston hukumatı birlashib, Tashqi ishlar vazirligi, harbiylarimiz, ichki ishlarimiz mana shu Kuvaytda, Dohada, Dubayda, Eronda qolib ketgan fuqarolarimizni maxsus reyslar tashkil etib, Centrum Air aviakompaniyasi samolyotlari bo'sh borib, o'sha yerdan fuqarolarimizni vatanga eson-omon olib kelishyapti. Centrum Airga, Tashqi ishlar vazirligiga, muhtaram prezidentimizga, barcha hukumat a'zolariga, vatandoshlarimizni taqdiriga befarq bo'lmaganliklari uchun kattakon barchaning nomidan rahmat deb qolaman. Siz ham o'z rahmatingizni bitta like bosib bildirib qo'ying. Biz o'z vatandoshlarimizni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz.